Chesnok tan olamiz, 100 yildan oshib o'tsa, 1000 yilga yaqinsinmi yolg'onchi bo'lmasam kerak, vallahi hali. Men o'zimni o'qigan informatsiyam bo'yicha chesnokni yeyishga ham tartibi bor. Chesnok juda ham zo'r immunitet ko'taradi. Chesnokni endi bir xil insonlar og'zimdan hidi keladi deydi. Ayollarimiz, singillarimiz. Men buni tavsiya qilaman, yo'li bor. Qari onaxonlarga chesnokni tavsiya qilmayman. Keyin oshqozonida yoki tam o'sha gastrit, yazvasi bor insonlarga ham tavsiya qilinmaydi bu narsa. Boshqa sog'lom insonga bitta insonga dozasi o'sha bitta zubchik deymiz, ruschasiga bir dona, o'sha dumaloqni ichida 15 ta bo'lsa, bir donasini maydalab to'g'rab 150 gram, 200 gram 50 gradusda qaynab chiqqan suvga solib qo'yamiz. Bir yarim soat, 1 soat turadi. Xohlasalar tabi tortsa ovqatdan keyin 1 soatdan keyin yo 1 soat oldin suvni o'zini ichib olamiz. Nega? Chesnokda, sarimsoqda shunaqa narsa borki, uni hidi chiqadigani o'sha efir moddasi bor o'sha yerda shunaqa. O'sha suvga chiqadi, suv bilan sizni tanangizga quvvat beradi. Immunitet ko'taradi.